Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Ketib qolganini qaranglar. Bo'lmi? Kim ko'rsatdi? Yo'q, blokani ochdingizlar. Amına qochadi-yu. Mana chiqadi. Qanday bo'ldi? Bo'lim kerak emasmidi shu? Iya, keldingizmi? Pulni kim berdi taksini? Ademini keldi. Yo, bola odam xursand qilmaydi. Assalomu alaykum. Saydabdan qarashisan. Nega qarayapsiz? Litr qaryapmiz. Nega qarayapsiz? Deganlardan birisiga litr qaryapti. Zokir akam. Ko'zoynakni qarang, chiroyli edi. Zokir akam necha yetishdilar? 75. Ha, hurmatli hamkasblar, bugun mana Zokir akam tug'ilgan kunlari Navbahor choyxonada mehmon qilyapti ustozlar hammalarini. Mana ustozlarimiz bir boshdan o'tirishibdi. Vahab akam ham shu yerda. Shavkat akam. Mashina libo joyda topmayapsizlar. Zokir aka. Ko'zga yaqin ko'rinadi. Anvar aka, Ana Zokir akamni. Zokir akamni komandasi mana. Ajoyiblardan ajoyib. Qani mana hech qachon bo'lmagan go'jalar keldi mana. Zokir akam o'zi tayyorladilar. Yashasin. Mana qavm qarindoshlar, og'aynilar. Kepsizlar. Yana bir ikkita ovqat. Say bor. Sayga olib borib qo'ygan ekanman qanaqa. Say hozir bolalar kelsin, olib say qilib beraman. Davay aka. Mana bitta nozik o'rtog'im berdim. Yaxshi ko'radi. Mana berdi. Kerak bo'lsa. Chapol. Полностью вообще. Sen bularning hammasini adresida bor. 70 ga kirganimda mana shu askerchilar kelishdi. Hozir endi unda kattaroq nima qila olmadik. Ayolim o'g'lim. Ham shaharlarni sizni ko'rmadim. Men balki bexabar qolib ketgandir. Ko'p narsalarda ko'rmayman. Ham shahar. Bexabar qolib ketgan. Lekin hammasi adresim. Baxtiyor mandan bilasizmi? Men qo'rqadim. Opalarni ko'rganman men. davra yaxshi o'tdi. Rahmat. Qarang o'sha soatlarga qaraysizlar. O'yinga boradi yo'qmi? Yong'in qizishiga e'tibor bermaysizlar. Qochib turasiz. Mana qozonlardagi Keyin 12 tane olib kelasiz. hali qozonga yog'an tushgan yo'q. To'xtang, mana ketdi. Zokir akam Men soatini qo'yib qo'y. lagan olib kelinglar deyapti. Soatini qo'yib qo'yinglar. Olti ko'rsa, teksak. Qizishi bilan olib borishadi deysizda.
Taomga. Ta'rifini berib keting taomni. Bu endi Uyg'urlarning taomi. Buni go'stsay deydi. Agar go'sht olmasangiz say deydi. Keyin pachaqsay deydi. Bu molni tuyog'i bo'ladi. Shu tuyog'ini pishirgandan keyin xolodilnikka solib, sal muzlatgandan keyin go'shtlaringiz nimalar tayyor bo'lgandan keyin masalalar ustiga solsangiz pachaqsay deydi. Pocha degandan chiqar ekanda. Buni biz ham shu Uyg'ur o'rtoqlarni o'rgatgan, qolaversa mana biz ustozlarimizdan o'rganganmiz. Baxtiyor akam bilan bu yerda 40 yildan ortiq mana shu dasturxon bitta dasturxonda o'tiramiz. Sizlarga ham bizni ko'rayotgan yoshlarimizga o'sha narsa nasib qilsin. 40 yil birga ustozlar bilan birga dasturxonda o'tishni so'radim. Kendisi kesin. Aka bu nima? Bismillah. Bu Bizning qo'shnilarimiz bor, Xitoy qo'shnilari. Ularning orasida soyasi qoladi. Biz sonayotganimiz boyunca go'sht tuzlanganda bir oldin marinatsiya qilinadi. Baxtiyor aka, hozircha qarang, bo'ldimi, bo'lmadimi? Yok, canım benim. Yok. Bunu ben 10 minutda pişirib beraman dedim-da. Şada kadar olası 10 minutta. Mana yeb ko'ring, mana go'shtga 1 minut bo'ldi. Mana go'shtga yetdi. Ko'ring. Yo'q, mana. 1 minut bo'ldi solganim. Bunga qalampir to'ladi, chunki qalampir tezroq qimar. Yo'q. Achchig'ini oladi, baxtiyor aka. Siz bu tarixga yozilyapti-da, shuning uchun haliga iltimos adabiy tilda gapirib turing. To'g'risiga gap to'g'ri. To'g'risiga gapga kirmasin deb. Baxtiyorga bitta manzor. Hammasi hozir o'zidan. Hammasi yo'q bo'ldi. Sizni yaxshi ko'raman. Mana mana shu 7-40 berib turaman. Ana nima deydi? Oshlik. Yo'q. Ziravar. Ziravorlar. Suvli narsa solinadi. Go'shtga yana yarasini harakatda tomondan keladi. Yo'q, qarang. Mana oqdan olagan.
Şofta çatarda mı? Mana Rasul akam keldilar. Assalomu alaykum akalarimiz. Keling. Mana ustadim shu. Mana hazillarimiz ko'taradigan, mana hamlarimga kerak bo'ladigan. Bu joylari ham ketadi lekin. Hurmatli hamkasblar, Zokir akamdan go'shtday bo'lyapti, go'shtday. Boshlanganiga 4 minut bo'ldi, 4 minut. 10 minutda suzib beraman deyaptilar, xudo xolasa. Piyozlar ham solindi. Keling Rasul aka, bundaroq keling. Ko'ring qilib. Yog' solinmasdan laganlarni olib kelish aytilgandi. Mana laganlar ham keldi. Odamga kiryapti. Endi mana buni bir kuzini ko'rasizlarmi? O'rtoqlar Ravshan aka shuni ko'rib turibsiz. Fakat qovurulayapti xolos. Hali bu ana bo'ladi. Araqaga tikib qo'ying. Bo'ldi. Chiqamiz. Bo'ldi. Faqat yetimlik bo'ldimi? Tamam. Soling. Laganni o'chiring tekin. 30 minut 30 sekund. O'chiraymi rostdan ham? Qo'lni o'chirdik. Axborotchidagi bitta lagan ber. Qarang. Axborotchidagi bitta pulin ketdi. Yigitlar.
Yazay. Momentga ham bormadi. Salafat turibsan, ha? Boshida kamida go'sht. Ha. Ha. Uchtada. To'qqizta bo'ldimi? Ma'mur 10-si anaqa axborotchilarga talagan berasizlar. Farqi yo'q. YouTube anaqa ishmi? Aka mana buni aka olib borib beradilar. Qarang, hammasiga bittadan olib keladiganini ham beradi. Yetti minutda pishirdilar ovqat. Merhaba aka. Ha, 3 ta ekan, 3 ta. 3 kishi. Zakirga. Kayıp bulmayın da. Oh. Uy. Sağ kolla. Mana bir yo'qolgan odam kelib qoldi. Buni qaranglar. Tirik ekan, tirigini ko'ringlar mana. Tirik ekan bu. Voy, yaxshi bo'lsin. Baxtsiz biz, taqsiz biz Alloh. Qandadan nahotki shu bola bor. Aha. 1000 yil bo'lgan.
Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sog'lashim. Bobo qalaysiz? Yashanglar. Yo'q, Orif To'xtash. Yashang. Ömrünüz uzoq bo'lsin. Hamisha davramizda bor. Qaysi bo'lib yuravering. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lashim. Orif To'xtash, Orif To'xtash. Yıllar oldu. 2 yıl. Ya assalomu alaykum. Qadrdonlar davrasi. Valla o'tirib. Necha yil o'rgatdi? Keling, o'tirib. Hamisha sog'lik Assalomu alaykum. Ertanga bo'lganda bo'lamanmi? Kayfiyat yaxshimi? Salomatsiz. Ko'padan qidirib yuribdi ekan. Jet tuprog'in jeganmiz. Ko'padan televizor Baxtiyor akam faqat syomkadagi. ikkida olyapsizmi deb o'yladim. Reyka. Shoir birodonlar tekshman. Yana bir bor. Zogar aka. Labay. Salomomisiz? Hozir joyida bolasi bu. Bir o'ylab qo'shib Boshqa tizimlarga ketmadi. Lekin qadrdonlar unutgani yo'q. Siz qolishingiz kerak edi, qolishingiz kerak edi. Assalomu alaykum. Zo'r yigitlar bo'la. Orif To'xtash. Qolish kerak edi. Aytmay turing. O'zi ya. Davron. Bayramlar bilan assalomu alaykum. Aka sizni yaqinda efirda ko'rishdik-a? Ozgina suhbat. Faqat uyga ishini ko'rishadigan bo'ldi. Yo'q, efirda ham zapisda. Ha. Salomsiz. Mani shogirdim, shoirimiz. Biroq tabriklamoqchi ekanlar. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi nomida. Rahmat. Hay yashang. O'z ukamizga. Orif To'xtash. Elingdan ortiq qo'shiqlarni yuzlab. Tushliklar payti kelishim kerak edi. Soat 2dan boshlab kecha davom ettirib turardi. Mana shunday ta'rifga, mana shunday kasbga munosib insonsiz. Sizga tayanib, mana o'sha aka bilan siz bizning rahbarlarimiz sifatida turgan bo'lsangiz, sizlarga tayangan holatda Shuhratbek yorimiz deydi qadrdonimiz. Juda ko'p narsani o'rgandik. Hayot maktabi bo'ldi. Va mana shunda o'tirganlar jamiki operator bo'ladi. Boshlovchi kim bo'lsa rahmatulloh mana shunday bir ajoyib bir davraga ro'baro qilganligi uchun men yaratganga minnatdorman. Mana shunday insonlar bilan ham dasturxon qilganligi uchun, shunday insonlarning o'rnini olganligi uchun baxtliman. Va men bunda ham o'zimni mana shu televiziyadan boshqa deb bilmayman.
ustozimiz Zokir akani qabul qildik. Va 2 kundan keyin bayram, mana shu bayram hammalaringizga muborak bo'lsin. 27-iyun bu endi bizni xonadonimizda juda katta bayramda. Chunki kelinlaringiz mahalla kanalida ishlaydi. Nima deydi? Ishonchli qo'llarda qoldirganman kompaniyani. O'zim ketgan bilan kelib chiqdim. O'shanga hammalaringizga tani sifatli tilayman. Zokir akamga uzoq umr tilayman. Mana shunday to'kin dasturxon, mana shunday samimiy va haddi sifatli abadiy bo'lsin. Zokir aka 100 yoshlarida ham mana shu davrda ham ko'p bo'lmagan holatda Zokir aka yana maradagi qo'llarini siqib, yana nimalarni tutqazib turganingiz guvohi bo'laylik. Zokir aka, hammalaringiz hozirgi paytda axborotga kanalimizni iqtisod bo'yicha uchta kanalimiz. İşlerizge rivoj. Bu bundan ham mas'uliyatli ishga kirdi. Ravshanni duosini olgan. Rahmatilla Mirzayevning duosini olgan. O'zi duosimizni olgan. Rahmatilla Mirzayev. Hadi işte olaylar. Sağ deyler. Sana sevip Sancar hayalda küçük izler aylanıp suretlerge düşer senin için cilmeyip kelgen kalbim öksüme küyleyvirgin kuş nava bu dünyada bir kız var yastığının yermi boş kara saçı cemelek Ha shuni adresini aytinglar menga. Qayrilgan uning guldek hayol shabnamlarga chayilgan. Yashang. Usta san'atkor. Maftun oldum, güzel bir canımga. Maftun oldum, candan aziz, pınar göz canımga. Murat. Zaman dedi. Banısı dedi. Banısı dedi. Zokir aka beryapti qilib. Zokir aka ko'rsatma beradi, Zokir aka. Son 40 yilga naryoqda yasharganday bo'ldik hozir.
ko'nglim nihoyatda nihoyat xursand bo'lib ketdi. Yoshab ketganlar. Vaqtimizga sog' bo'linglar. Rahmat. Og'iz gapiraman. Sizlarning sog'liklari uchun, ustozlarning sog'liklari uchun choy. Zamaxshariy domla aytadilar, buyuk inson. Ustozlar bu dunyoning ko'rki chiroyi. Hammasizlar yulduzlar kabi chiroyi. Ustozlarsiz dunyoda hech narsa yo'q. Ustozlarga hamma narsa boshlaydi. Bugun mana do'stimizni ko'ramiz. Uni qayoqlar ekan? Men chin dildan 17 ga kirdi. Endi keyin kelganda 80 da keladi. Keyin Mana ekan. Mana shunday sizlarni ko'rish. To'g'ri dunyoda ko'rish. Bugun Zokirjon aka do'stlarning eng chiroyli do'stlarini yig'ib shu domlaga taklif qilganlar. Shoir aytadi, Zokirjon aka. Rahmat. Do'st bo'lsang, haqiqiy do'st bo'lgin es do'st. Men et bo'lsam, sen tirnoq bo'lgin do'st. Kuyinsang, kuyingin. Olsam, ol. Do'st bo'lsang, bekamu do'st bo'lgin do'st. Axborotda bunaqa emas edi. Namangandan ham yaxshi odamlar chiqqan. Bosh bilan salomat bo'ling. Domjon aka. Domjon bitta Mana narsa. 30-40 yil o'tib o'tiringlar. Bitta narsa de. Sog' salomat bo'laylik. Zokirjon aka yuzi kirsinlar. Hammasi yana ustozlarga biz ustozlar endi xudo xolasi meni ham shu kichkinagina nimaga agarki Bemalol. senzura telefon qilsangiz bo'ldi. senzura ruxsat bersin agar. Eng kattamiz Marat akam, lekin ularni jo'ra bossin. Agar Undan keyin mana Zamin Baxtiyor aka qora burishni Tikanlar. Baxtiyor akam mani qadrdonim. Bitta narsa. Chiroyli gap gapirildi. O'sha yoshingizda bizani gapimizni tushunmagansizlar. Yoshimiz sifatida bo'lgandan keyin shuni tushunib, shu fikrlarni berib, shu niyatlarni beryapsiz. O'shaning uchun yoshli gapirmaymiz. Boshda gap. Javobini bering, javobini.